Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi video roligimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidov haqida bo'ladi. Dunyosining bag'rin o'yib, onajon sizni topsaydim, tizangizga boshim qo'yib, to'yib yig'lasaydim. Bu shaharda bor ko'ngli yarim, alamlari ko'p dardli, nomardlardan kuygan bechora. Bilasanmi 30 minglarga qanchalik kayf qilsa bo'ladi? Uni buni qo'y, oldik. Bu shaharda bor ko'ngli. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling hamda mehnatimizni qadrlagan holda bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Ozoda Nursaidovaning haqiqiy ismi Ozoda Saidzoda Parpiyevna. 1974-yil 9-oktyabr sanasida Toshkent viloyatining To'ytepa tumanida tug'ilgan. U nafaqat xonanda, balki bastakor, prodyuser va turli xil musiqiy loyihalar muallifi hisoblanadi. Ozodaxonim Nursaidova Messam Turk bastakorlari uyushmasining a'zosi. 1999-yilda Toshkent davlat konservatoriyasining an'anaviy xonandalik yo'nalishini tamomlagan. Shundan ko'p o'tmay, xonanda an'anaviy va milliy estrada qo'shiqlari bilan xalqimiz orasida juda mashhur bo'la boshladi. 1994-yildan boshlab xalqimiz orasida tanildi. 2001-yilda Tarona tanlovining yilning eng yaxshi xonandasi nominatsiyasida g'olib bo'ldi. 2002-yilda Zamin fondining yilning eng yaxshi xonandasi nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Xonanda 1997-yilda Muhabbat qaydasan qo'shig'i bilan xalqimiz e'tiboriga tushgan. Shuningdek, 2000-yilda Ketma, 2001-yilda Asrasin, 2002-yilda Endi man ketaman, 2003-yilda Ishq sharobi, 2004-yilda Orzularim, 2006-yilda Bu kuylar kechagi emas, 2010-yilda Tinglanmagan qo'shiqlarim nomli yakkaxon katta konsertlarini taqdim etgan. Ozoda Nursaidova 10 yildan ko'proq vaqt mobaynida ijodiy ta'qibda bo'lgan va uning qo'shiqlari televideniye orqali namoyish etilmagan. O'sha vaqt mobaynida katta konsertlar namoyish qilinmagan. 2021-yilda Shuhrat medal bilan taqdirlangan. 2024-yilda xonanda tomonidan ijro qilingan Ko'k Shiguli qo'shig'i nafaqat bizning davlatimizda, balki boshqa qardosh davlatlarda ham sevib eshitildi va o'sha davlatlarning san'atkorlari tomonidan ijro qilindi. Xonandaga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz va yangi hit qo'shiqlarni chiqarishda charchamasligini tilab qolamiz.